Hammaga assalomu alaykum. Salom do'stlar. Assalomu alaykum Shahboz. Va alaykum salom. Biz yangi yilni marketing maqsadlarida yangi podkastlar bilan boshladik. Albatta, biz uchun ham, sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Podkastimizning birinchi sonida Doston mehmonlar. Doston birinchi bo'lib seni tanladik, chunki 10-sinf bo'lib turib chiroyli natijalar qayd qilyapsan. 8.5, rating 8.5, overall 8.5 juda ham zo'r. Shuning uchun bir qancha savollarga javob berishga majbursan. Birinchi tomoshabinlarimiz uchun o'zingni qisqacha tanishtirib ber. Hop, ismim Doston, Kamyuta Dastin deb chaqirishadi va hozirda 10-sinfda o'qiyapman Gulistonda o'sganman. Va hozirda Kamyutda support teacher bo'lib ishlayapman Shahboz akaga. Juda yaxshi, o'zimda support teacherim. Xo'p, mana 8.5 olding. Shu 8.5 olgandan keyin hayoting qanaqa o'zgardi, qaysi tomonga? Aytishim mumkin, juda ham o'zgarib ketdi hayotim 8.5 olganimda. Kutganimdek bo'ldi, bunday olib qaraganda. Ba'zi taraflari o'zim kutganimdek bo'lmadi. Misol uchun aytishim mumkin, 8.5 olgandan keyin ozgina mashg'ullikka erishdim. Va aytishim mumkin, o'zimga ishonchim ham ozgina oshdi 8.5 olgandan keyin va bundan keyin yana boshqa kattaroq narsalar qilishga uchun meni o'zimga ishonchim oshdi. Juda ham yaxshi. Xo'p, IELTSga tayyorlanishni qachon va nima sababdan boshlagansan? O'zi ingliz tiliga yoshligimda qiziqib kelganman. Uydagilar majburlashmagan, ba'zi bir odamlar majburlashadi, o'zlarida funt bo'lmaydi, lekin men yoshligimda o'zi 5-sinflarda adashmasam yo 4-sinfdan boshlaganman ingliz tilini. O'sha payti uyga borib, ya'ni dars olardim, tahsil olardim, o'qituvchim bo'lardi, uyda o'tardi. O'shandan keyin asta-sekin repetitorlarga borib, shu qishda ham, yozda ham borib yurganman. Shundan keyin birinchi ustozingizni ismlarini ayting endi. Salom aytib qo'ying. Albatta birinchi ustozim Maftuna bo'ladi. Maftuna aka qalay. Shu uylarda o'tgan, o'zimni qarindoshim bo'lgan. O'sha paytda o'tgan. IELTS yo'q bo'lsa ham. Juda ham yaxshi. Yaxshi IELTS, yaxshi ingliz tili o'qituvchi bo'lishlik uchun IELTS shart emas. To'g'ri. Yaxshi general English bo'lsa bo'ldi. 8.5 ga erishlik uchun to'xtovsiz qancha vaqt ketdi? To'xtovsiz menimcha 2 yillar yoki 2,5 yillar yetsa kerak menimcha 8.5 uchun. Menimcha 9 olsa bo'ladi bunaqa vaqtda. Faqatgina to'xtatmasdan, ya'ni izchillik bo'lish kerak. Bo'lmasa, agar bo'lib o'qiydigan ko'plarga o'xshab bo'lib o'qisa, natijaga erishish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Ya'ni meni o'zimni olganimda juda ham cho'zilib ketadi. Meniki misol uchun 4 yil bo'lib ketib qoldi. 4,5 yil desam bo'ladi, chunki men bo'lib o'qiganman o'zim to'g'risi. Mana hozir ham dars qilish davom etyapsan 9 olishlik uchun va kuniga o'rtacha necha soat tayyorlayapsan va qanday reja bilan? Rejaga ko'plar qiziqadi o'zi. Men hozirda taxminan 3 soat, 4 soatlar sarflayapman kuniga. Ortib qolgan payti, ba'zida ko'payib ketishi mumkin misol uchun. Ba'zida agar bo'sh bo'lgan paytim 8 soatgacha cho'zilib ketadi. Agar kino ko'rishda yoki misol uchun qanaqadir YouTubedan kontent ko'rishda ham agar dars qilish hisoblasa, lekin o'rtacha agar dars qilish taxminan 3 soatlar ketsa kerak. 3 soat yoki 3,5 soat ketadi. Va planga keladigan bo'lsak, plan har doimgidek nariga misol uchun listening, reading skilllarni ham saqlab qolish uchun to'g'ri 9 olganman, lekin baribir ularni ham saqlab qolish uchun har doim praktis bo'lish kerak. Misol uchun artikellar o'qiladi, YouTube videolar ko'rish mumkin yoki kino ko'riladi aytganimdek. Writing bilan speaking keladigan bo'lsa, ularga praktis qilishdan boshqa iloj yo'q IELTSga keladigan bo'lsak. Shuning uchun ularga bitta sherigim bor, o'shan bilan tayyorlanaman. Bitta sherigingiz kim? Bitta sherigim Azizbek. Xo'p, do'stlar, davr 10-sinfsan, bu yerda savollar ancha qiyin, ayolsa to'g'ri. Murakkab savollar bor. Belik savol tushib qolishi mumkin. Oxirgi paytda ajrimlar soni ko'payib ketyapti. Sen hali turmushga chiqmagansan, yo'q. Sen hozir oila qurmagansan. Shu joylarida g'oyalar topishga qiynalmadingmi? Endi qiyin bo'lishi mumkin, to'g'ri, chunki o'zimda personal experience yo'q, ya'ni o'zim tajribam yo'q. Lekin o'sha misol uchun baribir o'sha ingliz tilini o'rgangandan keyin nima desam bo'ladi, dunyoqarash sal oshadi. YouTubedan ko'rasiz, boshqa qilasiz, endi to'qiysiz, bunday olib qaraganda boshqa iloj yo'q. Shuning uchun menda o'zimda personal experience, tajriba bo'lmasa ham, lekin endi unchalik ham qiyin bo'lmaydi agar sizda ideya bo'ladigan bo'lsa. 8.5, yuqori bora olishingga atrofdagilar reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Olmasdan ular ishondimi yoki ishonqiramay qaradimi? O'rtoqlar, do'stlar, teacherlar. Do'stlarimga keladigan bo'lsak,
unchalik ham ishonishmadi, lekin umuman olganda misol uchun oilamga keladigan bo'lsa yoki umuman men bilan yuradigan misol uchun hozirda learning center ya'ni o'quv markaziga keladigan bo'lsak, menimcha ko'pchilik ishondi, chunki bilardi qanchalik o'qishimni va qanchadan beri ingliz tili o'qib kelayotgan. Mana support teacherlik qilyapsan. Ba'zi darslar bilinib qoladi-da. Как sani biliming o'qituvchinikidan, ya'niki menga support teacherliksan, to'g'ri, menikidan kuchliroqligini, yaxshiroqligi bilinib qoladi. O'sha paytda qanday bo'layapti, masalan, men undan yaxshiroq bo'lar ekanman degan kibrlilik holatlar uchrayapti miyangda va bundan yaxshiroq bilar ekanman degan tushunchalar qanday miyaga kelyaptimi, kelmayaptimi? To'g'risini aytsam, yo'q. Qanaqa qabul qilasan o'shani? Tasavvur qil, mana sen dars desanda o'qituvchi o'tyapti, bu o'qituvchi sal xatoroq tushuntiryapti yoki sanchalik yaxshi bilmayapti o'sha narsani. O'zingni qanday his qilasan o'sha yerda? Miyangdan nima o'tadi? Agar noto'g'ri tushuntirayotgan bo'lsa, agar aytaman, to'g'risini aytaman, agar noto'g'ri tushuntiryapsiz deb aytishim mumkin o'qituvchiga. Misol uchun sizga aytishim mumkin, mana shu noto'g'ri pronounce, ya'ni talaffuz qilyapsiz yoki mana shu noto'g'ri tushuntirib beryapsiz deb turib, keyin men o'zim tushuntirishga harakat qilib ko'rishim mumkin. Lekin kibr degan narsa hali shu paytgacha his qilmadim. Xo'p, men o'qituvchilik qilaman-ku, men ba'zida xonada shunaqa holatlar bo'lyapti-da. Bolalarning leveli 6,5 yoki 7 yuqorilatgani kelgan va men nimadir o'tyapman-da, darsga sal nopisandlik bilan qarashadi-da. Lekin bitta narsani hamisha har doim nimada o'rgansa bo'ladi. Senda qanaqa bilgan narsang o'tayotgan ustozdan ham yangilik ola olasanmi yo bilaman-ku degan tushuncha bo'ladimi? Endi ba'zida bo'ladi unaqa narsa, baribir endi odamzod shunaqa, baribir kelaveradi shunaqa g'oya, lekin baribir harakat qilaman. Mana shu kichik narsalardan, ya'ni bilmaydigan o'zim bilmaydigan narsa har doim riboy odamda bo'ladi, xohlagan odamda bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha harakat qilyapman. Har bitta ustoz darsiga kirsa, misol uchun o'zim ham yordam berishim mumkin ularga yoki o'zim darsiga o'quvchi sifatida kirishim mumkin. O'sha paytda iloji boricha harakat qilyapman, yangi narsani o'rganishim. Chunki 9 olish uchun, ya'ni har juda ham kichkina detallarni ham bilish kerak, ularga e'tibor qaratish kerak. Shuning uchun unchalik kibr yo'q. Harakat qilyapman. Ya'ni men bilaman degan tushuncha yo'q. Albatta do'stlar, demak, yuqori bolamoqchi bo'lsangiz, bu savolni ataylab beryapman. Yuqori bolamoqchi bo'lsangiz, albatta o'sha kibrni yo'qotish kerak. Ya'niki men bilaman-ku va men bilaman degan tushuncha umuman bo'lmasligi kerak. Hamisha do'stlar, o'sha bilmayman degan tushuncha bilan va hozir yangilik chiqib qoladi, mana uni takrorlab olay degan holatda bo'lsagina yuqori natija qilish mumkin. Aks holda do'stlar, sizga bilim yuqmaydi baribir. Shu narsani e'tiborga oling. Xo'p, mana hozir tayyorlanib yuribsan, hali ham mana IELTSga o'qib yuribsan, atrofda ko'p odamlar bor. Ular qilayotgan katta xato nimada? Nima deb o'ylaysan? Men o'ylashim bo'yicha o'sha agar umuman darajasi baland bo'ladimi, daraja past bo'ladimi, ko'pchilik o'sha practice qilishga juda ham yopishib olgan. Ya'ni IELTSga tayyorlanay yoki Sifrda materiallarga o'sha tayyorlanay deb turib, o'qituvchilarni ham qo'yishmaydi. Misol uchun aytish mumkin, ustoz biz qachon Sifrga o'tamiz, qachon IELTSga o'tamiz, qachon IELTS materiallarini yechamiz deydi. Lekin ularni umuman o'ylashim bo'yicha umuman anasi yo'q, nima desam bo'ladi. Ular foydasi yo'q. To'g'risi general Englishda, ya'ni o'zini umumiy ingliz tili bilimini oshirish eng muhim. Misol uchun kino ko'rish mumkin, YouTube'da kitob o'qish mumkin yoki misol uchun o'qituvchilar o'tadigan kitoblarda ham juda ko'p bilim bor-da. U IELTS materialiga, Sifr materiallar tayyorlanishda o'rnida. Uni oxirida qilsa bo'ladi, taxminan 1-2 oy qolganda. Support teacher bo'lish senga nimani o'rgatdi? Mana support teacher bo'lib nima o'rganyapsan? Support teacher bo'lib o'zimda birinchidan bilimimni oshirdim. Misol uchun writing bilimlarimni ko'p check qilaverdim, misol uchun speaking bilimlarimni oshirib oldim support teacher bo'lib. Keyin yana bitta o'rgangan narsam o'qituvchini kuzatish orqali, hatto metodikalarni o'rganyapman o'qituvchimdan. Kelajakda kuchliroq, ya'ni ko'proq malakasi bor o'qituvchi bo'lish uchun. Hammasini boshdan boshlayapsan-da, IELTS o'rganishni, ingliz tilini o'rganishni. Nimani boshqacharoq qilgan bo'lardi? Men o'ylayman, mana shu ko'pchilik o'rtada qolib ketgan, ya'ni izchillik yo'qotganimni to'g'rilagan bo'lardim. Ya'ni to'xtamasdan kelgan bo'lardim repetitorlarga va to'xtamasdan ingliz tilini olib ketgan bo'lardim. Chunki o'zimni o'rganishimni uzoqqa cho'zib ketgan sababi men orada bir qoldirib qo'yganman, boshqa qilganman. Orada qolib ketib qolgan, susayib qolgan. O'sha paytlarni
albatta ishchilik topib borib, ya'ni tanaffuslar ko'p bo'ladi. tanaffuslar ko'p bo'lib ketib qolgan. O'shani kamaytirgan bo'ladi. Xo'p, kelajakdagi maqsadlar haqida gaplashamiz. Xudo xolasa, albatta, Xudo xolasa 9 olsang, xo'p, keyin nima bo'ladi? 9 olgandan keyin albatta Kamelotda o'zida o'qituvchi bo'lib ishlamoqchiman. Shuni ketmoqchiman, lekin shu ishlar bo'lgandan keyin ya'ni 9 olgandan keyin ishlar albatta baribir kelajakda sal kattaroq bo'lsam, universitetga kiradigan yoshga yetsam, chet eldagi universitetlarga ketaman. Demak, 9 olgandan keyin taxminan necha yil o'qituvchilik qilmoqchisan? Taxminan 2 yil yoki shunaqa 2 yil. 2-3 yilda. Xo'p, qayerda o'qish orzuying? Yani ko'pchilik orzu qilgani Amerika va yana boshqa davlatlar bor. Agar Amerika bo'lmaydigan bo'lsa, Avstraliya bor, Shotlandiya bor. Hammasi faqat ingliz tilida gapiradigan davlat bo'lishi kerak, chunki ingliz tilini yaxshi bilgan. Doston, savollarga aniq, to'g'ri javob berganingiz uchun kattakon rahmat. Tomoshabinlarimizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Vaqtingizni ajratmasdan ko'rganingiz uchun katta rahmat va albatta keyingi shunaqa mini podkastlarimizda qaysi o'qituvchilar bilan suhbat uyushtirishimizni xohlaysiz, shuni kommentlarga yozib qoldiring va savollarni ham yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi podkastda ko'rishguncha xayr.